Nimaning ovozi ishlab? Voh, stalker, voydot, voh, qoch. Stalker keldi. To'g'ri bu yerda ochgan stalkerni o'ldirib qo'yadi. O, menimcha stalkerdan qutuldim u. Yo'q, kelyapti. Qayig'imga o'tirib oldimi? Ha, mana men tashqariga chiqishga qaror qildim. Berti, sen bunga nima deysan? Menimcha hozir o'lasiz. Nimaga? Hozir ko'rasiz. Nimani ko'raman? Voy, nima bu? Ah, stalker. Ha, to'g'ri aytibsan, Verite. Men aytdim sizga. Men hamma narsani Agarda video sizga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ishonamanki, video sizga 100% yoqadi. Endi esa nima qilsam ekan? Mayli, daraxt chopamizmi? Tarvuzlar bor ekan bu yerda. Qanday turardi? Turib oldim mana aka. Tarvuzlarni olib olsak, yeguligimizda muammo bo'lmaydi. Yo'q, ammo bu tarvuzlar sizning qorningizni uncha to'ydirmaydi. Ha, buni bilaman, ammo hech bo'lmaganda shu tarvuzlar ham yaxshi-ku. Ha, yaxshi olavering unda. Bu yerda tarvuzlar juda ham ko'p ekan. Ana buni olaman va keyin bo'ldi. Amay buni ham olayin. Olmayman ekan. Olaman mayli. Nafsimga qul bo'layapman-da bu tarvuzlar. Nima qilaman bunchani? Ha, men sizga shuni aytyapman-da, bu tarvuzni nima qilasiz, Jo'xa? Buni qanday qilib yeysiz? Ketdik bo'lmasa. Shuni ham olayin. Yomon xalaqit berdi, ko'zim issiq ko'rinyapti. Yo, mayli, shu tarvuzni ham ola qilaman unda. Ketdik. Bo'ldi, boshqa olmayman. O'zim va'da berdimmi, va'damda turaman. Olmayman dedimmi, olmayman. Jo'xa, sizga bir savolim bor. Minecraft dunyosidan boshqa ham sizda dunyo bormi? Bu qanaqa savol endi? Tushunmadim. Shu Minecraftdan boshqa hayotingiz ham bormi deyman? U hayotda bir o'zingiz yashaysizmi? Yo'q, hayotda mening oilam bor, ukalarim bor, singillarim bor. Ha, yaxshi. O'zingizga so'rayapsan buni? Ha, so'radim-da, bo'ldi. Hech qisi yo'q. Unda bu qamishni ham olishim kerak. Kelajakda kerak bo'lsa kerak menga. Uyimdan qayerdan qursam ekan? Короче, shu yerdan o'qirsam ekan, ha, shu yerdan o'qiraman. Mana. Birinchi toshlarni qo'yib olamiz. Shu yerdan bitta, bu yerdan ham yana bitta. Yana shu tariqa toshlarni qo'yib olamiz va bizga zombi xalaqit beradi va tong otdi. Tongni shu toshning ustida o'tkazdim. Naqd 10 minut apkida turdim. Toshni olamiz. Ketdik endi. Daraxtga ulashimiz kerak. Kovlash emas, aniqroq chopishimiz kerak. Qanaqa kovlashay, Jo'xa? Gapni eplolmay qolmaysiz. Nima bu? Skrit. To'g'ri aytsam, Verti sen borliging esimdan chiqib ketibdi. Senga o'zim gapirib, senga gap bermayapman. Shundan men shuni kutib o'tirib, uyqum kelib ketdi. Mahal bizning ishlarimiz ko'p. To'xtang, nimadir ovozni eshityapman. Bu keldi menimcha. Kim keldi? Menga tushunti. Stalker keldi, qoching. Qochyapman. Suvning tagida kela olmasa kerak u. Voy, kelyapti. Stalker, voy. Hozir o'ldiradi meni. Menga yeta olmayapti-ku. Voy. Bitta urushda yarim jonimdan ko'pini ketkazib yubordi. Ha, to'g'ri, bu juda ham kuchli. Ay, o'ldim. Antirillaman yana. Endi esa sayohatga go. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Mana men qayerdadir shu yerga kelib qoldim. Bu yerda iloji boricha temirni ko'p olish kerak. Temir topdim. 2 ta temir bor ekan. Jo'xa, men o'sha ovozni yana eshityapman, u keldi. Yana stalkerma, u meni yashashimga qo'ymaydi ekanda. Faqat qochib yurishim kerak. Qaniki endi? Ovozlarni men ham eshityapman. Bu ovoz juda ham qo'rqinch. Ana u stalkermi? Anaki. Stalker, ana. Menimcha u kela olmasa kerak, bu yerga g'orda tiqilib qolganmi? Ha, to'g'ri aytasiz, u g'orda tiqilib qolgan. Chiqolmaydi. Bo'ldi, yaxshisi men bu yoq temirni olaman. Jo'xa, jinnimisiz siz? Bu temirni olganingiz
bo'lmasa sizni o'ldiradi-ku. Hozir men sizning hayotingizni saqlab qolaman. Qanday saqlaysan? Qo'l oyog'ing ham yo'q axir. Ketdik, boramiz. Yo'q, bormaymiz. Boramiz, yo'q, bormaymiz. Ketdik. Ketdik-ey cho'g'a bu yerdan. Nima farqi bor? O'limda afzal kurasmi, temirdimi? Chiqsa ikkita temir chiqadi. Ha, to'g'ri aytasan, Verity. To'g'ri aytasan. Videoning 3-qismi chiqishini xohlasangiz, shu videoga 50 ta like